Hans Christian Andersen daniyalik yozuvchi, ertakchi va shoir bo'lib, u asosan bolalar uchun yozgan mashhur ertaklari bilan tanilgan. Uning eng mashhur asarlari qatoriga Ko'k qush, Qor malikasi, Gulxan, Oq qush, Erkit o'rdakcha ertaklari kiradi. Ushbu ertaklarning muallifi ko'pgina qiyinchiliklarni boshdan kechiradi va o'z dardlarini san'atga aylantirgan. Olimlarning fikricha, Erkit o'rdakcha ertagi Andersenning begonalashuv tuyg'usini aks ettirgan. Yoshligida tashqi ko'rinishi va baland ovozi tufayli uni kalaka qilishgan. Shu sababli o'zini ko'pchilikdan chetga olib yurgan. Keyinchalik esa masxaralarga nishon bo'lgan Hans ismli bolakay haqida hikoya yozilgan. Yozuvchi bu hikoya haqida shunday degan: bu hikoya albatta o'z hayotimning bayonidir. Hans Christian Andersen ertaklari bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, Axborot kutubxona markazimizda sizlarni farzandlaringiz bilan kutib qolamiz.